Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Salomat turibsizlar? Biz o'tgangi videoda mavjud xalqaro sistemaga Xitoy vabosining ko'rsatgan ta'sirini tilg'ilib o'tgan edik. Bugun bo'lsa bu videoda hamda mushu vabodan keyingi xalqaro sistema, xalqaro tartib qanday bo'lishi mumkin, qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin deganlar haqida to'xtalamiz. Albatta, kelgusi bo'ladigan bir ish bo'lganligi uchun buningga keskin, aniq bir narsa deyolmaymiz. Taratqularda keskin bir narsa deyotgan kishilar bor. Ular asosan ko'rurmanlarning ehtiyojini chiqish qilib turib, medialarning ehtiyojini chiqish qilib turib, shundoq popang cho'ng so'zlarni qiladi. Taratqularmi shundoq kishilarni taklif qilib, mediani qizitishga amroq. Ammo biz biroz sovuqqonlik bilan masalaga qaraydigan bo'lsak, bu xil kelgusiga qarata o'tirib qo'ygan farazlar ehtimolligiga, shuning uchun uni keskin qilib o'tirib qo'yish biroz ilmiy metodlarga uyg'un emas. Ammo biz o'tmishdan tajriba chiqarib turib va hozirgi o'rgangan bilganlarimizga tayanib turib, kelgusi haqida ba'zi farazlarni o'tirib qo'ya olamiz, ba'zi ssenariyolarni suna olamiz. Endi shularni chiqish qilib turib, Xitoy virusidan keyingi dunyo tartibi qanday bo'ldi, insonlarningki turmush shaklida, davlatlarning faoliyat shaklida qanday o'zgarishlar bo'ladi, qanday bir yangi dunyo bizni kutib oladi degan savollarga javob berishga tirishsak, bunga belgilik darajada ehtimolli qo'ygan asosda javoblarni bera olamiz. Endi bu Xitoy virusi hozir butun dunyo xarakterlik bir vaboga aylanganligi uchun buning kelgusi dunyoga ko'rsatadigan ta'siri umumyuzlik bo'ldi. Shu jumladan bizning kishilik turmushimiz, bizningki yashash shaklimiz, xizmat shakllarimiz ta'sirga uchrashi mumkin. Masalan, meningki bir saboqdishim hozir Istanbulda bir shirkatda ishlayotdi. Hozir ular ishxonada ishlamay, hammasi uyda ishlaydi ekan. Uyda ishlagandan keyin ish taqsim qilib berdi ekan. Shu ish taqsimoti bo'yicha ishni tugatish kerak ekan. Uning deyishicha, hozir uyda ishlayotganlar ish o'rnida ishlayotgan qaraganda texmi ko'p ishlayotibdi va texmi jafoliq ishlayotibdi. Ammo maoshni joyida berganlik uchun ishlashga majbur ekan. Demak, bu xil ishlash shakllari virusdan keyingi dunyodami saqlanib qolishi mumkin. Hozir biz allaqachon tadqiqotchilarningki og'zidan yangi normal degan gapni anglayapmiz. Ya'ni bu vabodan keyingi dunyoda normallik bo'ladi, ammo u vabodan burungi normallikka o'xshamaydi. Yangi bir normal shaklga kirmas. Balki masalan hozirgi karantin tugagan taqdirdami davlatlar o'rtasidagi munosabatlar biroz ochilgan, jamiyat biroz ochilgan, hukumatlar qaysi cheklash tadbirlarini amaldan qoldirgan taqdirdami burunqiga o'xshash normallik amalga oshmaydi. Balki yangi bir normal holatga kiramiz deydi. Bu yangi normal holatda yuqorida men deb o'tgandek insonlarning xizmat shakllari, turmush shakllari, hatto dunyo qarashi, diniy qarashlari bular ta'sirga uchrashi, o'zgarishi mumkin. Radikal bir shaklda o'zgartish elib kelishi notayin, ammo bizning turmush shakllarimizni, xizmat shakllarimizni, ishlash shakllarimizni va dunyo qarashlarimizni belgilik darajada jarayon ichida o'zgartishi mumkin. Endi yer sharilish musofasi ko'rsatadigan ta'siri bizningki asosiy to'xtalganimiz shu. Bu Xitoyningki bu vabosi hozirgi holatidan qaraganda yer sharilish musofasini ostilatib millatchilikni avj oldirishi mumkin. Chunki dunyo qaraydigan bo'lsa, hozir har qaysi xalqaro tashkilotlarningki bek yaxshi ishlamayotganligini, davlatlarning chegaralarini taxmi puxtalab, chegaradan kirish chiqishni cheklayotganligini, undan keyin o'ziningki masalasini hal qilishga bekrak kuchayotganligini ko'ramiz. Yuqoridagi leksiyada deb o'tganimdek, hozir dunyoda bu virusga taqobil turish uchun dunyodagi hamma davlatni boshlab, yetaklab mang'udek bir kuch ko'rilmadi. Undaq bo'lgan ekan, bu yerda hamma davlatningki kallasida shu narsa aniq bo'ldi degan gap. Ya'ni o'zimizningki dadiga o'zimiz davo topmasak, bu xalqaralashish, yer sharilashish va buningki elib kelgan foydalari bunga yetmaydi ekan degan tunishni shakllantirdi. Undaq bo'lgan ekan, bundan keyin davlatlar o'rtasida yer sharilish musofasi biroz ostilab, millatchilishish yoki shaxsiyatchilishish, davlatni bir shaxs sifatida qarasak, o chaqda davlatlar o'rtasida shaxsiyatchilishish avj elishi mumkin.
Ammo buningga qarata yana bir nuqtadan qarayotgan tadqiqotchilar bor. Ya'ni bu afat dunyoviy bir afat bo'lib, hech bir davlat buningga o'z oldiga mustaqil taqobil turolmadi. Undaq bo'lgan ekan, bu xil afat insonlarni texmo cho'ng bir hamkorlashishga, birlashishga undaydi. Shuning bilan mavjud xalqaro tashkilotlarning funksiyasi texmo kuchaytiriladi degan bundaq umidvor qarashlarmi yo'q emas. Buni biz jarayon ichida ko'ramiz. Endi bu yerda yer sharilish haqida to'xtalgan ekanmiz, ozroq tushuncha berishda ham uygun bo'lsa kerak. Yer sharilish deganimiz shu ideyaning, fikrning, tovarning yuksak darajada yer shari miqyosida aylanishi, kapitalning aylanishi qatorliq shu 20-asrning oxirlari 21-asrning boshlaridan tortib shakllangan xalqaro vaziyatga qarta berilgan bir ma'noti, bir qo'llanilgan bir hukmti. Buning albatta farqli ta'birlari bor. Buningga iniq qilib manda degan gap deb ta'bir berish oson emas. Ammo buni biz ig'izchilab aytgan vaqtda shu kapitalning yer sharilishi, ya'ni davlatlar o'rtasida bir-biridan kapitalning yana biriga kirishi, texnikaning yer sharilishi, ya'ni ma'lum bir davlatga xos bo'lgan texnikalarning umumiy davlatlarga tarqalishi, kengayishi, undan keyin insonlarning yer sharilishi, masalan, kishilarningki burunqidek nuqul o'zining davlatida emas, har qaysi davlatlarga sayohat, xizmat, har o'qish, har jihatlardan berib kelish, qatim sonining eshishi, uningdan boshqa shu davlatlar o'rtasidagi madaniyat, til almashtirish ishlarininki avjilishi qatorliqlarning hammasini yig'ib akilib biz yer sharilishi deb tushunsak bo'ladi. Endi shu yer sharilishi kishilar tarafidan shundoq bir g'oyibylashtirilgan ediki, hatto ba'zilar bundan keyin davlatlar yo'qolib, xuddi marksizmchilar aytgandek bir dunyo kommunasi quriladi, xalqaro tashkilotlar kuchayib, davlatlarning chegaralariniki ta'sir kuchi ojizlaydi degan nazariyalarni o'rtaga qo'yishgan. Endi bu millatchilikning kuchayishi deganimiz dal bu xil nazariyalarniki ojizlaydiganligi va buning o'rniga yana qaytadan davlat markazlik xalqaro munosabatdagi realizm iqlimining kuchaydiganligini ko'rib olishga bo'ldi. Endi uchinchi qilib davlat nuqtasidan elib aytgan vaqtda bu Xitoy virusidan keyingi dunyoda mustabidlik avj elib demokratiyaning zaiflashish ehtimolligi bor. Nimishqa deganda hozir men birinchi videoda, birinchi leksiyada degandek davlatlar qaror olish mexanizmi jihatdan tez qarshiliksiz harakatlarni elib beryotdi. Chunki insonlar jiddiy vaziyatga duch kelganligi uchun, o'lim tahdidiga duch kelganligi uchun qanday qilmaydi, qarshilik qilmaydi. O'qituvchi partiyalar qarshilik qilmaydi, qarshilik qilsa uchun el royidan qolib qoladi. Shuning bilan bu yerda davlatning kuchi, huquqi eshib ketadi. Bu xil eshib ketgan huquq va kuch mavu mezgil o'tib ketgandan keyinmi oldirab keyinga yanmaydi. Chunki hukmronlik qiluvchilarningki tabiatida hammani idora qilish xohishi bor. Hech kim o'zining huquqidan, ya'ni erishib bo'lgan huquqidan voz kechishni xohlamaydi. Shuning bilan davlatlar o'rtasida dedim, davlat ichida mustabidlikningki avjilish ehtimolligi bor. Endi buningki keyniga yenib normal holatga qaytish, bo'lib demokratik davlatlarda huquqningki qaytadan yana fuqarolarning qo'liga o'tish uchun shu rayon shu davlat xalqining saposi va o'zining haq-huquqini qanchalik talab qilishi bilan munosabatlik masala. Agar buningga sukut qilsa, albatta hukmron kuchlar yoki hukmron sinf buningga o'zicha olib, o'zi xayrixohlik qilib bermaydi. Ammo xalq talab qilsa, kuchlik buningga ega chiqsa, o chaqda asli qaytishi mumkin. Buningga qarata davlatlarningki siyosiy madaniyati o'xshamaganligi uchun, davlatlarningki fuqarolarningki davlatga bo'lgan qarshi o'xshamaganligi uchun farqli davlatlarda farqli manzaralar, farqli ahvollar o'rtaga chiqishi mumkin. Endi xalqaro nuqtadan olib aytgan vaqtda yana mustabidlikningki biroz avjilish ehtimolligi ko'rilib turadi. Nimishqa deganda qaraydigan bo'lsak, ba'zi nuqtalardan olib aytganda mustabid davlatlarningki shundoq jiddiy ofatlarga taqobil turish iqtidoriningki biroz yaxshi bo'lganligi ko'rilyapti. Masalan, Xitoy qanchalik rost bilmaymiz, ammo allaqachon men virusni tizginlab bo'ldim deb e'lon qilib ishlab chiqishni asli keltiryapti. Undan boshqa
yerim mustabid davlatlarmi bu jihatda xili yaxshi natijalarni qo'lga keltiryapti. Demokratik davlatlarningki bu jihatdagi ifodasi biroz nachar bo'lyapti. Ammo keyingi mezgillarda biroz yaxshilandi. Hozir Germaniyaning ifodasi yaxshi bo'ldi. Ondan boshqa Yaponiya, Koreyalarning yaxshi ketyapti. Ammo kishilarda shundoq bir tushuncha, shundoq bir tuyg'u shakllandi. Ya'ni kuchli davlatlar bundaq vaboga kuchli taqobil tura oladi deydigan. Albatta bu yerda nurg'un savollar bor. Bu yerda buni javoblashga tegishli. Lekin odatdagi kishilar bundaq inchki nuqtalarga qarmaydi. Masalan, davlatning mustabidligi buningda yaxshi rol o'ynadimi yoki u davlatning iqtisodiy, siyosiy va texnik kuchi muhim rol o'ynadimi? Tashkillash kuchi muhim rol o'ynadimi? Xalqning safosi muhim rol o'ynadimi? Bularga javob berish uchun nurg'un tadqiqotlar lozim. Ammo xalqaro jamiyatda yaratilgan shundoq bir tushuncha bor, shundoq bir tuyg'u bor. Bu tushuncha albatta bu Xitoy virusi tufayli ham o'tirg'i chiqmadi. Bo'libmi Xitoyning bosh ko'tarishi bilan o'tirg'i chiqqan. Ya'ni Xitoy 90-yillardan keyin xalqaro sahada kuchli bir rolchi bo'lib o'tirg'i chiqqandan keyin ba'zi mustabid ojiz davlatlarda Xitoyningki modelini do'raydigan, Xitoyning modelini G'arbning demokratik va kapitalist tuzumiga qarata bir tanlanma shaklda qabul qilishni xohlaydigan istaklar o'tirg'i chiqqan edi. Shunga xalqaro nuqtadan olib aytgandimi, mustabidlikningki avj olish ehtimolligi biroz yuqori. Uningsizmi 2003-yillardan boshlab xalqaroda shu kishilik huquq va demokratiya tuvallab mingyapti. Amerikaningki erkinlik uyi qatorliq demokratiyani baholash organlarininki statistikalarga qaraydigan bo'lsakmi, 2004lardan buyon yer sharida qaytadan mustabid hukumatlarninki yoki g'ayri liberal demokratik hukumatlarninki, masalan Turkiyaga o'xshash qarasang demokratik ko'rinadigan, ammo tadqiq qilsang demokratik emas, inchki kuzatsang demokratik emas. Buni siyosat sohasida illiberal, ya'ni g'ayri liberal, g'ayri erkin demokratik davlatlar deb atayotdi. Bu xil xohishning kuchayganligini ko'ralaymiz. Endi 4-nuqtadan olib aytsak, Xitoy vabosidan keyingi dunyoda muqimsizlik yamrab iqtidorsiz hokimiyatlar yiqilishi mumkin. Qaraydigan bo'lsak, ba'zi davlatlarningki buningga taqobil turish iqtidori nayti ojizligi isbotlandi. Bu hozirgi vaziyatda vaqtliq muqimlikni keltirib chiqasimi, lekin o'qituvchilar azroq bu vabo o'tgandan keyin ham hukumatni iqtidorsizlik bilan ayblashga boshlaydi. Undan boshqa hukumatningki iqtidorsizligi shu davlatdagi siyosiy o'qituvchilardan sirt qurolli o'qituvchilarni harakatlantiradi, qo'zg'aydi. Shuning bilan bu ofatdan keyingi hukumatlarningki obrazininki imtiyozining sunishi biri, ikkinchi bir iqtisodiy krizis hozir butun yer sharini qopladi. Bundaq bir ahvolda bu iqtisodiy krizisninki davlatningki iqtidoriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan bo'lganligi uchun davlatlar keyingi jarayonni yaxshi boshqarolmasa, shuning bilan bu ojiz davlatlarda qaytadan yana siyosiy qalaymaqonchilik, namoyish, isyon, to'polon degandek narsalar ko'plab chiqishi va ba'zi iqtidorsiz hokimiyatlar o'rilishi mumkin. Buni ko'rilishga bo'ladi. Endi 5-qilib aytgan vaqtda Xitoy virusidan keyingi dunyoda shuni ko'ryapmiz hozir. Buyuk kuchlar o'rtasidagi raqobat texmi kuchayishi mumkin. Hozir bu virus yuqilish bosqichiga kirmadi, davomlashayotgan bir bosqichda turyapti. Shunday bir ahvolda hozir allaqachon Amerika bilan Xitoy o'rtasida ig'iz urushi boshlanib bo'ldi virus haqida. Ondan boshqa hozir Yevropa ittifoqi qatorliq urullar Xitoy virusining kelish manbasini tekshirish haqida qarorlarni elib 60 necha davlat bunga ovoz qo'shibdi, tunugun chiqqan xabarlarga qaraganda. Ondan boshqa bu virus tufayli hozir
siyosiy iqtisodiy detallashlanma kuchayishga boshladi. Ya'ni bu ofatni omadga aylantirish uchun har qaysi taraflar tirishyapti. Buningki sog'lomlik jihatdagi masalasidan halqib allaqachon bu siyosiy masalalarga aylanishga boshladi. Undaq bo'lganda bu iqtisodningki zaiflashishi, ojizlashishi raqobatni texmo rəhimsizləşdirishi mumkin. Chunki insonlar odatda boylik yetarlik bo'lgan chaqda raqobat isillik bilan, adab bilan elib beriladi. Buni biz his qila olamizgo. Ammo raqobat qandoq chaqda keskin rəhimsiz bo'ldi yoki urushga aylandi desa, boylik manbasi azaygan vaqtda bo'ladi. Boylik manbasi azaygan vaqtda uni talishib urushadigan gap. Tarixda buningki o'rnaklari ko'p. Shuning uchun bu jihatdan elib aytgandimi iqtisodiy krizis, boylik manbasining yetersizligi nuqtasini elib aytgandimi raqobatning keskinlashadiganligini ko'rishga bo'ldi. Yana bir jihatdan texnikaning taraqqiyotininki nihoyatda tezlashishi, davlatlar o'rtasidagi raqobatninki yanada keskinlashadiganligini bildirdi. Chunki texnologiya jihati ustun bo'lgan kuchlar qanday qiladi? Dunyoga hukmronlik qiladi. Shuning uchun bu jihatdami keskin raqobatlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Endi 6-chi qilib aytgan vaqtda xalqaro sistema nuqtasidan o'ylagan vaqtimizda biz o'tgangi leksiyada to'xtalgan bu vaqtda. Hozirgi mavjud xalqaro sistemani biz ikki qutbli xalqaro sistema oxirlashgan, ammo ko'p qutbli bir sistema qarab ketayotgan, lekin to'liq bir yerlashmagan bir sistema deb tilga olgan edik. Endi mushu nuqtadan elib aytgan vaqtda bu Xitoy vabosidan keyingi bu yashari xarakterlik bu ofatdan keyingi xalqaro sistemada qaysi tarafga qarab menishi mumkin deganda keng ma'nodan qaragan vaqtda ko'p qutbli tarafga qarab menish ehtimolligi intayin yuqori. Hozir qaramoqqa Xitoy va Amerika o'rtasida ikki qutb shakllanib, Xitoy bilan Amerika ikkisi dunyoni talishadigan shunday bir vaziyat ko'riladigandek ba'zi gaplar, qarashlar o'tirib qo'yilayotgan bo'lsa-mu, ammo biz keng doiradan qaragan chaqda shuni ko'ryapmiz. Hozirgi dunyoni mayli Amerika bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin bir taraf mutlaq boshqarammayotdi yoki boshqarammaydi. Shunga hozir dunyoning kuchlardan bo'liq nuqtasini elib aytganda bu ikki qutbli bir sisteminingki vaqtidan, davridan o'tib ketganligini ko'ryapmiz. Mayli Amerika bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin, hech biri bu mavjud xalqaro vaziyatni kontrol qila oladiganidek yoki ikkiga bo'lib biri yana birini keyniga solib ilib manglaydigandek emas. Shuning uchun dunyoning siyosiy sistemasi, xalqaro siyosiy sistema ikki qutbli tarafga emas, ko'p qutbli tarafga qarab mangdiganligini faraz qila olamiz. Ammo bu jarayonda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat texmo yiriklashidi, texmo yomonlashidi, buni ko'rilishga bo'ladi. Ikki taraf mutlaq ustunlik qilish yo'lida davomli tirkishidi. Buningdan shuni tushunsak bo'ladi. Ya'ni ko'p qutblik deganimizda hamma qutblar barobar bo'ldi emas, balki Amerika yana shu qutblarning eng nochisi, ammo Xitoy uningga taqobil turadigan yana bir qutb emas, balki umu shu qutblarning ichidagi bir nochi. Uningdan boshqa yana boshqa nochilar bor. Masalan, Rossiya, Avstraliya, Braziliya, Yevropa ittifoqi, albatta cho'ng nochi. Hatto Turkiya degan o'xshash kichik nochilarmi o'tirib chiqayotgan shunday bir xalqaro tartibni ko'ryapmiz. Endi buni biz o'qitishga to'g'ri kelsa, Ikkinchi dunyo urushidan keyin shakllangan ikki qutbli sistema emas, balki Ikkinchi dunyo urushidan burun dunyoda mavjud deb qaralgan kuchlar taqsimligi, ya'ni ko'p qutbli ammo bir-birini cheklab turadigan shunday bir sistema, kuchlar taqsimligi sistemasiga o'qitish texmo to'g'ri bo'ladi. Demak, endi dunyoning kelgusini shunday shaklda taraqqiy qiladi deb o'ylash boshqa medialarda ko'rayotgan yaltiroq fikrlarga qaraganda texmo reallikqa, amaliyotga uyg'un va ilmiylikka uyg'un qarash shu masalaga imkon bor, ilmiy metodlarga va nazariyalarga uyg'un bo'lgan qarashlarni yetkazishga tirishyapman. Chunki asosiy maqsad ilmiy sapani va dunyo qarashini yuqori ko'tarish, hargizmi kishilarning qiziqishini qo'zg'ash yoki hayajonlantirish emas. Bu da mesela bugünkü leksiyamiz yoki videomiz mushakchi bo'lsin.
keyingi videoda Allah xolasa bu virusning Xitoyga ko'rsatgan ta'siri haqida to'xtalish planim bor. Ya'ni Xitoyning vaziyati qanday edi, virus chiqqandan keyin qanday bo'ldi degandek. Albatta buning ijobiy, salbiy taraflari bor. Keyingi leksiyada ko'rishaylik yoki videoda ko'rishaylik. Alloh omonat.